Mayda sizni har kun ana shunday qilib ishdan kutib olaman dadasi. Psixologim aytdi. Erni kayfiyati ko'tarilsa, daromadim ko'tariladi dedi. Zo'r qilsan xotin. Faqat borki bitta yangi ko'ylak apram buni eski ko'ylak katta tiqilib qolsan-da. Bu gapingiz bilan semirib ketgansa, xomsimiz demoqchimisiz? Hayt sizga shunday talab, shunday go'zal raqs. Hayt siz, men mana shu tangachalarimga ham arzimaysiz. Menga daromadingiz tugul boshqa narsangiz ham ko'tarilmaydimi? Bir tiyinsiz menga. Semiz deydi-da. Nima deyapsiz? Ariqsan deyapman. Dadasi qarang. Yo'lda ketyapsiz. Oldingizda bir ozg'in, bir semiz ayol chiqdi. Qaysi birini mindirardingiz? Ozg'in deyotgan bo'lsam, aniq boshim balo qoladi. Shu semizini mindiraman-da xotin, ariq nima qilaman? Sizga ko'chadagi semizlar yoqadi, lekin mana uydagi badbaxt semiz sizga yoqmaydi. O'zi psixologim to'g'ri aytgan ekan. Ash psixologing borki bir kun jeb bitiraman Gulday oilani. Voy dadasi, traktor oldingizmi? Kallavaram bu traktor emas, betonli mishalka bu. Qayerdan oldingiz? Grantrak kompaniyasini oldim. Grantrak kompaniyasiga borsam borki, beton mishalka deysanmi, suv nasos deysanmi, pompa deysanmi, kran deysanmi, xullas pul topar texnikalarni hammasi shartda. Sifatli, arzon to'lov turlarini ham xohlagan turda to'lasa bo'ladi. Endi bu mashincha bilan daromadim ko'tariladi, xotin. Meni arabskiy raqslarim bilan sizni daromadingiz ko'tarilmaydi. O'zi psixologim to'g'ri aytgan ekan. Ering bilan erkakning munosabating erkakka ayrildi degani rost ekan. Bo'ldi, oramiz uzildi, ketdim men. Onang yengir 15 yillik yerni gap quloqsamagan. 15 minutlik psixolog gap quloqsalar bu. Qanaqa psixolog ekan bu? Tak. Bu munosabatda men kelajak ko'rmayapman. Ana men aytdim sizga, ancha o'ynab beray dedim. Singilcha qaram, jonimga tegib ketdingiz borku, meni yeringizni men o'rnimga qo'yib ko'ring. Kechirasiz. Erim bilan ajrashganman. Sababi tug'asan deb shart qo'ygan. Ammo qomatim buzilishini xohlamayman. Ya qomatingga xotirjamashov, hali yer yo'q. Psixologdan men maslahat oldiribmanmi? Yoki seni o'zining munosabatini tiklanmagan, menakini go'ringdan tiklaysanmi? Tug'asan. Endi tug'asan, tushundingmi? Meni bergan pullarimni to'g'ib berasan va basharangga qo'shib qomatingni ham buzaman bo'lmasa. Ochang singilcha.